Akalar, sizlar uchun zo'r yangilik qildik, bilasizlarmi? Xo'p, minuticha ko'proq videomizni o'tkazib olmaysizlar. Bu Lavato Kurchator hisoblanadi. GDI motorlarda 100% gazni yurgizib beradi. Xudo xolasa O'zbekiston bo'yicha birinchi o'rinda qilib, inshaalloh Xudo xolasa ishlarni bitirib beramiz. Alloh nasib qilsa, Xudo xolasa xizmatinglardamiz akalar. Eng qizig'i, birli motorlar bo'ladimi, 1.5 turbo bo'ladimi, 2 turbo bo'ladimi? Qizig'i yo'q, 6.2 motorgacha 100% gazni yurgizib beramiz. Sizlarni inshaalloh Xudo xolasa 4 porshili, 3 porshililarga $1000 ustanavka qilyapmiz. Agar o'zingizlarda оборудованиеlar bo'lsa, uni olib qolaveramiz. Sababi ko'p ziyon bo'lib ketmaydi sizlarga. Keyin bizda bo'lib to'lashlar ham bor. Xudo xolasa xizmatinglardamiz akalar. Andijondagi va Toshkentdagi servislarimiz yuryapti. Xudo xolasa birin-ketin hamma yo'g'ini ustanovka qilib beramiz sizlarga. Mana shu mashina ham Honda Cryder 1li. Umuman chekpek yonmagan, avariya rejimga tushib qolmagan. Mashina 91 ming yurgan. Xudo xolasa 91 ming yurgan bo'lsa ham zato motor svichalarni almashtirib qo'ydik, chotki yuryapti. Xudo xolasa kelsanglar sizlarnikini ham ishlarni chotki qilib bitirib beramiz. Telefon nomerlarini qoldiraman. YouTube, Instagram, Facebook hammasiga videoni istab ko'rsanglar bo'ladi. Telefon nomerlarini qoldirdik. Bemalol Xudo xolasa. Endi mana tortishlarini ham bitta ko'rasizlar. Bismillah. Qani? Bular to'g'risi 10 treklarga o'xshab akamiz rosa bosdi mana des. Avtomatik kalkal qilamiz hozir. Farg'onadan ekan bu turgan. Ana akalar, sifat kafolat birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda bizda kim gaz qo'ydisa, prashipkasi ichida bo'ladi akalar. Prashipka degan narsa bor-ku, motor korobka. Stage deyiladi, to'g'rimi? Shu bizda tekin. Nima uchun tekin? GDI motorlarni olib kelib bizda ustanovka qildirsanglar bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Soat 11:00 bo'ldi. Kech bo'lishiga qat'iy nazar, yozgi kunida 24 soatdan ishlayapsiz, xudo xolasa akalar. Kelsanglar sizlarni ishinglarni bitirib beramiz. Atmosferani bitta ko'rsat. Kichkinagina joyimiz, xudo xolasa katta joyimiz yaqinda ochiladi. Xudo xolasa kelaverasizlar, sog' bo'lasizlar.